Aniq yili esimda yo'q. Allaqaysi zamonda bir qishloqda ota-o'g'il yashar ekan omonda. Bir kuni deng shu ikkovlon qaygadir yo'l olishdi. Minay desa ot ulov yo'q, o'ylanishib qolishdi. Qurib ketsin yo'qchilik ham, kim nelarga zor edi. Ikkovining o'rtasida bitta eshak bor edi. Garchi u ham biroz yag'ir, garchi andak bedarmon, shu eshakni minsakmi deb o'ylab qoldi ikkovlon. Ota dedi: "O'g'lim, bundan na sen, na men tingaymiz." O'g'il dedi: "Ota, buni galma-galdan mingaymiz." Ota doim ota axir, ya'ni mudom izzatda. Eshakka u mindi dastlab, o'g'il yayov albatta. Bir qishloqdan o'tdilar, ikkov sekin tiqirlab. Ortlaridan 4-5 odam kulib qoldi piqirlab. Ahmoq ekan mana bu chol, ahmoq haddan ziyoda. O'zi ulov minib olgan, o'g'li esa piyoda. G'alati bir hisni tuyib, shartta pastga tushdi chol. "Kela qolgin o'g'lim" dedi. "Eshakka sen mina qol." Endi o'g'il to'qimda-yu ota yayov ketardi. Endi ular boshqa qishloq ko'chasidan o'tardi. Borardilar so'zsiz sekin, asta sekin tiqirlab. Ortlaridan 4-5 odam yana kuldi piqirlab. Ahmoq ekan mana bu bola, ahmoq haddan ziyoda. O'zi ulov minib olgan, otasi-chi piyoda. Yosh emasmi birdan uning oriyati qo'zg'aldi. Shartta pastga tushdi u ham yayov yo'l oldi. Yurib ikkalasi necha adir qir oshdi. "Bor-e" deya so'ng eshakka ikkov ham mingashdi. Ammo tag'in bir manzildan o'tar bo'ldi ikkovlon. Ne kulfatki bu joyda ham tinch qo'ymadi olomon. Ahmoq ekan bular rosa, insofi yo'q lavanglar. 2 odam bir eshakni minib opti qaranglar. Malomatdan ota o'g'il tamom horib toldilar, g'azab bilan bir-biriga termilishib qoldilar. "Aytmabmidim" dedi ota. "Gap uqmading tirrancha, elu yurtning o'rtasida bo'ldik rosa bo'lgancha." Qo'l siltashdi bir-biriga, qoldi foyda ziyon ham. Ota u yon ketib qoldi, bu yon ketdi o'g'lon ham. Qondoshlikning million yillik rishtalari uzildi. O'rtaga bir eshak tushib, oralari buzildi.